Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zgacha o'choqlarimizni kutib olinglar. Hozir bularni men sizlarga obzorini qilib beraman. Bu o'chog'imiz juda didi nozilarga tayyorlangan. Mana orqalariga ham gullarni qilganmiz. Bularda narxiga kelsak, bu o'chog'imiz 3 million so'm. 3 million so'm evaziga nima olasiz? Mana 5 ta qozon tushadi. Buni matga qo'yib turamiz. Endi mana ichida gaz garelkasi ham bor. Bunga alohida bunga ham 5 ta qozon tushadi. 3 million so'm evaziga siz shularni olasiz. Keyin shashlik ko'rasi ham bor. Bemalol shashlik ko'ra qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Yo bu menga qimmatli qildi desalaring, arzon varianti ham bor. Hozir ko'rsataman bu o'chog'imni. Bunga ham 5 xil qozon ketadi mana. $22 litrlik qozon ketdi. Mana 30 litrlik qozon ketdi. 40 litrlik qozonimiz ketyapti mana. Endi 50 litrlik qozon ham tushaveradi mana. 5 xil qozon ketadi. Bunimizni narxiga kelsak, o'chog'imiz o'zi 1 million 700 ming so'm turadi. Juda baquvvat qilib ishlangan, 6 li lista qilingan. Mana eshiklari ham qalin. Tagidagi tortmasini shashlik ko'ra qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bunisi 1 million 700 ming. Endi mana bu yerda necha kichikroq variantimiz bor. Bunga 4 ta qozon ketadi. Bunimizni narxi gaz garelkasi bilan 1 million 800 ming. Bo'lmasa mana o'zi bor o'chog'imiz. Bu ham 8 li lista, qalin listlarda bo'lgan 1 million 400 ming so'm. Endi bu menga jicha kattalik qiladi. Men ro'zg'orimcha kichikroq deyotganlarga mana bo'yi balandroq insonlar bo'lsa, 3 ta bittasi birdasi bor, 1 million 100 ming so'm. Bo'lmasa mana variantlarimiz ham bor. Standart variantlarimiz, bularimiz 1 million so'mdan. Bular ham o'ta qalin listlardan qilingan. Keyin mana gaz garelkalarimiz ham bor. Alohida ko'tarilib tushiriladi. Masalan, 4 ta qozon ishlaydigan qozonga 4 xil polosheniyega qo'yib ishlataverasiz. Moslashadi qozonlaringizga. Kimga shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, telefonda raqamlarimizni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar.